Agar siz 1-iyul kuni sodir bo'lgan qiziq voqea hodisalar haqidagi xabarlardan bexabar bo'lsangiz, mazkur tasvirdagi kuchtatar tuzilmalar Rossiyaning omoni, qiynoqqa solinayotganlar esa o'zbek, tojik yoki qirg'iz millatiga mansub migrantlar deb o'ylagan bo'lsangiz ham ajab emas. Ammo bu safar voqealar rivojunda emas. Bu Ozarbayjon huquq-tartibot idorasi xodimlari, ular tomonidan emaklatilganlar esa narkotik savdosida ayblanib qo'lga olingan ruslardir. Postsovet davlatlari ichida tarixiy burilishlarni amalga oshirish, eski bosqinchi bilan kuchli siyosiy iroda bilan gaplashish hozircha faqat Ozarbayjongagina nasib qilmoqda. Rossiyada aynan ozarbayjonliklarga qarshi boshlangan etnik zug'um ortidan ikki davlat 3 kundan buyon keskin ziddiyatli holatda. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida Omon tomonidan o'ldirilgan aka-uka Safarovlar voqeasi buning asosiy omili ekanidan xabaringiz bor. Rossiya tomoni ularning jasadini o'z yaqinlariga topshirdi. Shundan so'ng yangi tafsilotlar yuzaga chiqa boshladi. Ozarbayjon rasmiylari ikkinchi marotaba o'tkazilgan sud tibbiy ekspertizasi Rossiya tomoni bergan xulosalar bilan bir-biriga zid bo'lganini ta'kidladi. Avvalroq Rossiya ekspertlari o'lim sababini yurak yetishmovchiligi deb ko'rsatgan bo'lsa, ozarbayjonlik mutaxassislar marhumlarda keng tarqalgan tan jarohatlari borligini aniqladi. Bu esa aka-uka Safarovlar Rossiya kuch ishlatar tuzilmasi tomonidan qiynoqqa solinganini anglatadi. Bir so'z bilan aytganda esa ular o'lasi qilib kaltaklangan va o'ldirib qo'yilgan. Ziyoddin va Husayn Safarovlarning tanasida ko'plab tan jarohatlari, burun sinishi, ko'krak qafasi deformatsiyasi, gematomalar va ko'karishlar qayd etilgan. Ozarbayjon ekspertlariga ko'ra, Ziyoddin Safarov ko'plab jarohatlar tufayli yuzaga kelgan travmatik shokdan, uning ukasi Husayn esa travmatik va gemoragik shok, ya'ni kuchli qon yo'qotilishi oqibatida vafot etgan. Ammo shunday bo'lsa-da, Rossiya tomoni bunday qilmishidan uyalmayapti. Ular aksincha Ozarbayjonning reaksiyasini noo'rin deya ta'kidlab, bu Rossiyaning ichki ishlariga aralashish ekanini iddao qilyapti. Kreml tomonidan qilingan bunday sovuqqon munosabatning sodda tarjimasi esa quyidagicha bo'ladi. Men bosqinchi imperialistman. Yoqsa shu, yoqmasa katta ko'cha. Ortda qolgan yillar davomida Markaziy Osiyoning qator davlatlari, jumladan O'zbekiston ham shunday munosabatga duch kelgani hech kimga sir emas. Ammo Ozarbayjon rus shovinizmiga ortiq toqat qilmasligi va u bilan hisoblashmasligini bugun yaqqol namoyon qilmoqda. Ozarbayjondagi Sputnik Ozarbayjon nashri muharrirlari hibsga olingach, Rossiya Ozarbayjondan rus jurnalistlarini tezda qo'yib yuborishni talab qilgani ma'lum bo'ldi. Ozarbayjonning Rossiyadagi elchisi Rahmon Mustafoyev Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilib, unga og'zaki nota topshirilgan. Mazkur notada esa rus jurnalistlarini darhol ozod qilish talabi bildirilgani aytilmoqda. Ammo Ozarbayjon Rossiyaga aynan o'zining uslubida javob qaytardi. Ya'ni rasmiy Baku Rossiyaning notasiga tupurdi. Xususan mahalliy ommaviy axborot vositalari Ozarbayjon ichki ishlar vazirligiga tayanib, Sputnik Ozarbayjon muharrirlarini Baku nazdida esa Rossiya Federal xavfsizlik xizmati agenti deya gumonlanayotgan ikki shaxsga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Ozarbayjon ichki ishlar vazirligi esa Sputnik Ozarbayjon nashrida o'tkazgan reydi davomida umumiy hisobda 7 kishini qo'lga olgan. Ma'lum qilinishicha, qo'lga olinganlar Ozarbayjon jinoyat kodeksining firibgarlik, noqonuniy tadbirkorlik va jinoyat yo'li bilan olingan mol-mulkni qonuniylashtirish moddalari bo'yicha javobgarlikka tortilishi mumkin. Muharrir niqobi ostida josuslik qilgani aytilayotgan Kartavix va Belousov esa yana 4 oy hibsda qolishi haqida xabarlar chiqdi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan esa tergov harakatlari davom etmoqda. Endi esa 1-iyuldagi eng asosiy voqea, aniqrog'i ko'pchilikni hayratda qoldirgan hodisaga to'xtalamiz. Gap shundaki, 1-iyul kuni Ozarbayjonning Baku shahrida yana bir nechta Rossiya fuqarolari hibsga olindi. Ular bir vaqtning o'zida ikkita jinoiy guruhga aloqador bo'lishi mumkinligi taxmin qilindi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ular narkotik moddalarni Eron orqali tranzit qilish, ularni onlayn tarzda sotish va kiberfiribgarlikda gumonlanmoqda. Shuningdek, Ozarbayjon ichki ishlar vazirligi ikki jinoiy guruh faoliyati to'xtatilganini ham ma'lum qildi va guruh a'zolari orasida Rossiya fuqarolari ham borligini bildirdi. Yuqorida ta'kidlanganidek, ushbu guruhlarning giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi va kiber jinoyatlarga aloqasi borligi aytilmoqda. Ammo bu masalaning eng asosiy jihati emas. E'tiborga molik joyi shuki, mazkur holat, ya'ni ruslarni hibsga olish jarayoni Ozarbayjon mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan keng yoritildi. Mazkur operatsiya vaqtida olingan videolarda gumondorlarning yerga yotqizilib, qo'llari bog'langan holda olib ketilayotgani, ayrimlarning yuzida esa qon izlari borligi aks etgan. Ular zanjirga o'xshash tarzda yurishga majburlangan, hatto ba'zilari cho'kka tushirilgan holatda olib ketilgan. Bu tasvirlar qaysidir agressor davlatda o'zbek, tojik, qirg'iz yoki boshqa millat vakillari bilan muttasil sodir bo'ladigan holatlarni yodga solib yuboryapti.
Bakuning keskin javoblari fonida Rossiyaning Yekaterinburg shahrida ozarbayjonliklarga qarshi reyd tadbirlari yana kuchaydi. Rossiya kuchlar tuzilmasi bu safar diasporaning hurmatga sazovor va davlatmand kishilarga hujum qildi. Jumladan Ozarbayjon diasporasi rahbari Shahin Shexlinskiy hibsga olindi. Shexlinskiyni qo'lga olish bo'yicha amaliyot Baku Plaza savdo markazi oldida o'tkazildi. Shexlinskiy bilan birga uning o'g'li Mutvala Shexlinskiy ham ushlandi. Ushlash jarayonida esa ota-bola o'zlariga tegishli Gelenwagen'da o'tirgan. Mazkur holat aks etgan video tasvirlarda esa kuch ishlatar tizim xodimlari mashina oynasini sindirib, undan yoshi bir joyga borib qolgan Shexlinskiyni tushirib, yerga 100 tuban yotqizgan kadrlarni ko'rish mumkin. Shexlinskiydan tashqari ozarbayjonlik taniqli yana bir tadbirkor Yusuf Xalilov ham ushlandi. Voronejda Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari Yusuf Xalilovni qo'lga olish uchun uning uyiga bostirib kirishdi. Bostirib kirish ham xuddi bosqinchilik kabi amalga oshirilganini holat aks etgan tasvirlardan ko'rish mumkin. Ular Xalilovning uyiga kelib, devoriga narvon qadab, eshikni ichkaridan ochgancha kirib kelishdi. Tintuv jarayonida Xalilov uy ichidan topildi. U yerga 100 tuban yotqizilgan holda so'roq qilindi. Eng yomoni esa odatda faqat tegishli huquqni muhofaza qilish organlarining ruxsati bilan tiklanishi mumkin bo'lgan shaxsiy telefon Xalilovdan tortib olindi. Uning kirish kodi so'ralib, SMS-lardan tortib so'nggi qo'ng'iroqlargacha ko'zdan kechirildi. Shuning o'zi ham Rossiya kuchlar tuzilmalarining qanday ishlashi, huquq ular uchun nimani anglatishidan dalolatdir. Ammo ikki aka-ukani urib o'ldirib qo'ygan tizim uchun kimnidir uyiga bostirib kirib, uning shaxsiy telefonini kavlash hech narsa emas. Shexlinskiy mavzusiga qaytadigan bo'lsak, u aka-uka Safarovlar o'limi yuzasidan ularga qarshi ko'rsatma berish maqsadida ushlangani aytildi. Uning o'g'liga ko'ra, Shexlinskiyni darhol qo'yib yuborishganiga qaramay, oradan ko'p o'tmay tergov qo'mitasiga yana olib ketilgan. U va Ozarbayjon diasporasining qolgan a'zolari tergovda Safarovlarga qarshi guvohlik beradi deya gumon qilingandi, ammo oradan ko'p o'tmay Shahin Shexlinskiy ozod etildi. Ozarbayjon diasporasi rahbari kechasi tergovdan keyin qo'yib yuborildi va o'z oilasi davrasiga qaytdi. Xo'y-nahoy Rossiya Ozarbayjon istalgan tilda gaplasha olishi, Bakuda o'zaro hurmat va iliq munosabatlar qatorida hurmatsizlikka o'z o'rnida qattiq javob berish salohiyati borligini anglab yetdi chog'i. Ozarbayjon va Rossiya o'rtasidagi keskinlikning hozirgi harorati o'tgan yili dekabr oyidagi aviahalokat paytidagidan qolishmayapti. Ammo bu safar ikki davlat yetakchilari negadir jim. Hozirgacha barcha bahs-munozaralar faqat tashqi ishlar vazirliklari, huquq-tartibot idoralari, internet nashrlari, televideniya va jamoatchilik faollari o'rtasida ketmoqda. Putin va Aliyev esa sukut saqlashda, rasmiy darajada sukut saqlashda davom etmoqda. Ozarbayjon prezidenti o'tgan yilgi aviahalokat paytida bo'lgani kabi faollik ko'rsatmayapti. Putin esa vaziyat eng keskin nuqtasiga yetgan paytda ham Makron bilan telefonda gaplashib o'tirgandi. Shu o'rinda mazkur voqeliklar unchalik jiddiy ahamiyatga ega emasdek tuyulishi mumkin. Ya'ni balki tez orada ikki davlat munosabatlari o'z iziga tushib ketishi, Putin hech narsa bo'lmagandek, doimgidek an'anaga muvofiq Mehribon Aliyevani tavalludi bilan tabriklashi, Aliyev esa Putin uyda mehmon bo'lishiga ham guvoh bo'larmiz yaqin kelajakda. Ammo nima bo'lgan taqdirda ham ortda qolgan kunlar saboq olishga arzigulik qator voqealarga boy bo'ldi. Masalan, Ozarbayjonning mazkur harakatlaridan faqat kuch tilini biladiganlarga aynan shu tilda javob qaytarish, fuqarolarni emaklatgan mamlakatga xuddi shu ko'rinishda qattiq javob berish, Rossiyada vaqtincha bo'lib turgan fuqarolari bo'ladimi, diaspora a'zolari bo'ladimi farqi yo'q, ularning taqirlanishiga yo'l qo'ymaslik, bunday bema'nigarchilikka nisbatan murosasiz bo'lish. Xullas, umuman olganda bir yuziga tarsaki tushirilsa, zo'ravonga nargi yuzini ham tutib bermaslik kabi saboqlarni olish mumkin.